Farzandimni deddomga topshirmoqchi bo'lishdi. 2012-yil 17 yoshimda turmushga chiqdim. Hayotga katta qadam qo'ydim, lekin hayot men o'ylagandek emas ekan. Kalta yeyish, urushlarga, xiyonatlarga duch keldim. 2013-yilda farzandli bo'ldim. Qizim tug'ilguncha ham ikkitligimda har kuni kalta yerdim. Otamga yetolmasdim, chidash kerak edirdim, lekin qizim 1 yoshga to'lganda esa remen bilan orqam ko'karib ketguncha urdi. Men bo'lsa ota-onamning uyiga borishdan uyalib, qizimni olib ko'chaga chiqib ketdim. Kechgacha ko'chada yurib, kechqurun qayerga borishni bilmay ota uyimga bordim. Birinchi bu qilgan ishimdan otamning jahllari chiqib urmoqchi bo'ldilar, lekin erimni urib ko'kartirgan joylarini ko'rib, ajrashasan dedilar. Qizlik uyimda 8 oydan oshiq yashadim. Erim kelib afsuslanayotganlarini aytdi. Keyin men ishonib kechirib yana yoniga qaytdim. Kelishim bilan sirazu o'g'limga homilador bo'ldim. Yana o'sha xo'rlashlar, o'sha yana azoblar davom etdi. Hattoki erim sochlarimgacha kesib tashladi va nihoyat o'g'lim tug'ildi. Raddomda Down sindromi bilan tug'ilganini aytishdi. Men shokka tushdim. Na o'zi, na dopplerlarda indamagan va menga vrachlar bolani topshir deb taklif bildirishdi. Men hech qachon dedim. Uydagilarga aytdim. G'azab otiga minishdi. Raddomdan chiqdik. Uyda quvonch yo'q. Hamma menga teskari bo'ldi. 1 yil o'g'limni ko'chaga chiqarmay uy azobida yashatirishdi. O'g'limni mendan olib deddomga bermoqchi bo'lishdi. Men bulardan уже charchab, butunlay ajrashishga qaror qildim. O'g'lim 1 yoshga to'lishi bilan uydan chiqib ketdim. Qaytmadim. Ketishim bilan sirazi sudga ular ariza berishdi. Chunki bolang yurmaydi, oyoqqa turmaydi, seni tanimaydi deydi. Hali men bu o'g'limni oyoqqa turg'izaman dedim. Olib bormagan doktorim, vrachlarim, qildirmagan lecheniyalarım qolmadi. Allohga shukrki, shuncha harakat qilganlarimni hozir natijasini ko'ryapman. O'g'lim oyoqqa turdi, sog'lom bolalarning bog'chasiga bordi va hozirda oddiy sog'lom bolalar bilan birga bitta maktabda o'qiydi. Hozirda 3-sinfga o'tdi, lekin shu 10 yil ichida ko'rmagan qiyinchiliklarim qolmadi. Ayol kishini farzand bilan sinamasin ekan. O'g'limni har ko'rganda yuragim dukullaydi. Mehribonligidan, onam deb erkalashdan, kasal bo'lsam ki olib chiqaman, seni oshxonaga olib boraman, ovqat yeysan deyishidan, ismim chiqsa yugurib suv bilan sochuvni olib kelishidan yig'lab xursand bo'laman. Men shu o'g'lim borki yashayapman. Bu kuzatuvchim hayotlarini eshitib, nahotki inson shu darajada vahshiy bo'lishi mumkin? Homilador ayoli qanaqa urib sochlarini olib tashlash mumkin? Xotinini urib do'pposlaydigan erkaklarning qo'l oyog'i ishlamay qolsa. Oxirgi gapim shu.